Assalomu alaykum. Bugun bizga mana bunaqa oyoq kiyim remontga olib kelishdi. Oyoq kiyim egalarini ichlariga qaraganda, o'rganib qolgan ekanlar bu oyoq kiyimga. Ancha yildan beri kiyar ekanlar. Ichlari ham uje yetib kelgan. Podoshvalarni almashtirish kerak. Oldi, orqa qismlari yumshab, formasini yo'qotgan oyoq kiyim. Mana podoshvalari ham bizga kelguncha tushib qolgan. Ichlari, astar qismlari to'kilib ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Baholasi bu oyoq kiyimni ham yengidek qilib egalariga topshirib, egalarni xursand qilamiz. Mana oyoq kiyimimiz bitdi. Oldi, orqa qismi, ichki astar qismlarini hammasini yengiladik. Boshqatdan qolipga tortib, yangi padosh qo'yib berdik. Oyoq kiyim xuddi yengidek bo'ldi. Endi egalarni xursand qilamiz. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.